Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, briefing ishtirokchilari. Respublikamiz hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida Hukumat komissiyasining tegishli bayoni bilan joriy yilning 15-mart kunidan 15-aprel kuniga qadar favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligining o'tkazilishi belgilangan. Shu munosabat bilan tuman hududida yog'ingarchilik natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan sel oqimlari va suv toshqini bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish, fuqarolarning ovqatdan zaharlanish kabi noxush holatlarga yo'l qo'ymaslik maqsadida hamkorlikdagi tashkilotlar bilan aholi turar joylarida, ijtimoiy soha obyektlarida fuqarolar bilan uchrashuvlar tashkil etilib, tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Aziz yurtdoshlar, shu o'rinda Ohangaron tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi sizdan sel va ko'chki xavfli hududlarda, soy o'zanida texnik obyektlarni tashkil etmaslikni, yog'ingarchilik davrida qoramol va chorvalarni qir-adirlarda nazoratsiz qoldirmasligingizni hamda qoramollarni sel xavfli hududlarga joylashtirmasligingizni, iste'moldagi mahsulotlarning sifat ko'rsatkishiga e'tiborli bo'lishingizni, shuningdek, favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi doirasida tashkil etilayotgan keng ko'lamli profilaktik tadbirlarda faol ishtirok etishingizni so'rab qoladi. E'tiboringiz uchun rahmat.